Dangasalarni kimni hisoblayman? Moskvani borib ko'chalarni, maydonlarni supuradiganlar. Begona yurtlarda sarson, sargardon degan gap bekorga gap emas. Odam jirkanadi. O'zbek millatidan shunaqa borib, o'ziga bir-biridan non topish uchun shu yoqqa borish kerak ekan. O'zbekistonning o'zida hech kim ochlikdan o'layotgani yo'q. Bechoralar ularning ham umidi bor Xudodan. Ne niyatlar bilan shu bolamni boqaman, otamga bir simib kelaman deb mana qanday. Yosh yigitlar deyapti. Yosh yigitlar juda yosh. Odamlarimizga sharoit yaratmaganimiz uchun ular mana shu begona yurtlarda borib ish qidirib yurganlari bu albatta eng katta xato va kamchiliklarimizni o'z vaqtida qilmaganimizdan darak.